Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov, Sho'rchi tumanidanman. 2025-yil noyabr oyidan beri pensiyani ko'targin deb murojaat qilyapman. Loyiham men kambag'alman, men qashshoqman degan loyiha. Asosiy masala pensionerlarning pensiyasini eng kamida 4 millionga chiqarish. Eng kami hozirgi iste'mol savatchasiga asoslangan, yana iste'mol savatchasining 70% hisobida hisoblanganda insof bilan gapiryapman. Sofdil, vijdon bilan gapiryapman. Mana shu narsani ko'tarib, mana shu pensiyani ko'tarishni hukumatdan, senatordan, anavi tirik murda senatorlar bilan tirik murda parlament deputatlaridan, yana keyin haliga qovun tushirar, haliga go'shxo'r partiyaning liderlariga ham bu taalluqli gap. Buni gapirmasak bo'lmaydi. Sofdil, vijdon bilan talab qilyapmiz. Bu pensionerlar ham kun ko'rish kerak. 35 yildan beri bu pensionerlar kun ko'rmadi. Gapirsak gap ko'p. Pul yo'q deyishi mumkin. Pul ko'p. O'zbekistonda puli, yer osti boyligi, yer usti boyligi ko'p. Buni taqsimoti yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Hurmatli vatandoshlar, salgina ozgina xalqaro hamjamiyatda bo'layotgan voqeani ham gapiramizda, undan keyin asosiy masalalarda ham, hayotda bo'layotgan gaplarni ham gapirmasak bo'lmaydi. Bu ko'ryapsizlar, Epsteinga to'nqaytirilgan Trump ma'muriyati, Trumpning oilasi, haliga kuyovi bo'ladimi, xudovandasi bo'ladimi, Kushnermi, Pushner deganlari ham mana hammasi 300 yil davomida Yahudi sionistlarning bunday sharmanda bo'lmagan ekan. Butun dunyo hamjamiyati, aqli rosa insonlar bahosini qo'yapti. Bunchalik sharmanda bo'lmagan ekan. Eron xalqiga, qahramon Eron xalqiga qolaversa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini, ikkita vasiyatini Makka mushlagan Eron xalqiga faqatgina g'alaba tilayman. G'alaba bo'lsin. Bu Eron xalqi, Eronning mana shu qahramon xalqi dunyoda musulmonlarga ham haqqi borligini yoqqol ko'rsatyapti. Asli negizani shunga borib tayiladi, hurmatli vatandoshlar. Chunki deganda Alloh subhanalloh taolo bergan ne'matni xalqqa teng qilib berishlikda mana shu xalqning boyligi deb hisoblagan. Ana shu boylikda teng bo'lgan Eron hukumati hech nimadan qaytmayapti. Men o'lsam o'rnimga tayyor deyapti. Mana shu xalqqa g'alaba tilayman. Alloh madadkor bo'lsin. Hurmatli vatandoshlar, buni gapirmasak bo'lmaydi. Mana yaxshilab tahlil qilib ko'rsangiz, Eron xalqi haqiqatan ham Qur'on bilan to'yintirilgan xalq ekan. Xudo asrasin, ana arablardan, arab shayxlari, valiahdi, bulardan Xudo asrasin, mana Allohning o'zi asrasin. Borib Trumpning Amerikaga pulni tikasanmi? Shuncha yildan beri qancha musulmonlar o'lib ketdi. 32 million xalqning deyapti Amerikaning harbiylari, haliga pensiyaga chiqqan harbiylar aytibdi, Isroil tufayli deyapti, biz begunoh odamlarning o'limiga sababchi bo'ldik, 32 million deyapti. Va hozir Amerikada razvedkada ishlaganlar, asosiy razvedkada ishlaganlar ham hozir arzalarini berib chiqib ketyapti. Trump ma'muriyati bilan ishlab bo'lmasligini ko'rib turibdi.
hattoki Yevropa mamlakatlari NATO a'zolari ham Trumpning haliga Epsteinga to'nqaygan Trumpni va umuman olib borayotgan siyosatiga qo'shilmayapti. Mana ko'ryapsizmi, qanchalik aqli rosa insonlarki to'xta deyapti. Yo'q deyapti. Endi bo'lsa Trump nima qilishini bilmay, tunon kunda o'ziga o'zi suiqasd uyushtirib o'yin qo'yatibdi. Bir saylovdan oldin bir qulog'ini ham otib ketdi. Qulog'i o'qda tekkan bo'lsa teshib chiqib ketish kerak edi. Ya jolab o'tib ketish kerak edi, ya bir cho'ntaq o'qib qolish kerak edi. O cho'ntaq ham bo'lmadi. Uni ham uyushtirib shu xalqni haliga mediasi bor-ku, Amerikaning mediasi orqali xalqni ovuntirib olib prezident bo'ldi-da. Bu degani haliga bittasi aytayapti, bir ayol, men deyapti bunga 3 marta ovoz berdim. Men afsuslanaman deyapti. Shu ovoz berganimga xalqim kechirarmikan deyapti. Mana tankermi degani bor ekan bir jurnalist. Ko'zga ko'ringan o'tdi. O ham Trump taraf bo'lib chiqqan ekan, kuni kelcha aytayaptiki, Trumpga ovoz berishga da'vat qilganim uchun meni Amerika xalqi kechirami deyapti. Ko'ryapsizmi? Shundayin hurmatli vatandoshlar, gapiradigan bo'lsak, gap ko'p, juda ko'p. Dunyoda bo'layotgan voqealarni ko'ryapmiz. Mana Vengriya xalqi ham Epsteinga to'nqaygan Trumpni oldiga chopaverdi. Kremlga qarab chopaverdi. Xalq, Vengriya xalqi chopdingmi dedi, chopding dedi. Bo'ri bosar itga o'xshab harom o'ylasan deb o'ldirib harom qilib tashadi. Endi hech kim uni quloq ham solmaydi, uni partiyasiga hech kim yermaydi ham. Ana Viktor Orban deganini. Hurmatli vatandoshlar, jaydar tilda gapirganda. Ana endi pensiya to'g'risida mana ko'ryapsizlar, men faqat shu pensiyani ko'targin deyapman. Bu arada haqiqatan ham pensiyani ko'tarmasdan mana o tirikmurda senatorlarimiz, tirikmurda deputatlarimiz bor, parlamentda o'tiribdi, o'ddayib bizni pulimiz bilan, siz bilan bizni pulimiz bilan o'tiribdi, hurmatli vatandoshlar. Birontasi bir gapni gapirmaydi ham. Kuni kecha prezident bir yig'ilish o'tkazdi, bir 4 ta hokim chiqdi, viloyat 4 ta viloyatda Farg'ona, Andijon, Surxondaryo, Jizzaxda viloyat hokimlari chiqdi. Har 3 gapning 4-sida ya 5-sida hurmatli prezidentimiz deb yotibdi. To'g'ri, hurmatli prezident, to'g'ri, prezident. Amaliy kelgan prezidentga ham aytsa bo'lmaydimi? Bizni viloyatimizda shuncha ming odam kam pensiya olyapti deb gapirsa o'yladimi? Shu hokimlar 4 tasi. Prezident mana shu narsaga, Shavkat Miromon shu narsaga e'tibor bering desa jo'g'arilib o'yladimi? Ya tildan osiladimi? Ya prezident o'yini dorga osadimi zalda turib? Haqiqatni gapirsang o'yladimi? Boradigan joying ertaga 1 metrga 2 metrlik joy. Kapanlanasan. Nimaga shu gapni gapirmading prezidentga? Har 3-4 gapning birida hurmatli prezident deyishni o'rniga gapirsang bo'lmaydimi? Omonsarev degan bir odam bo'lgan Surxondaryoda. Sheroatni Xomkan qishlog'idan. Palagi toza bo'lganda Sharof Rashidovga telefon qilib aytgan. Sheroat cho'li o'zlashtirilayotganda, shtabni boshlig'i bo'lganda Sharof Rashidovga telefon qilib aytgan. Assalomu alaykum Sharof aka, vazirlaringiz enasini pishpildag'ini jeb o'tiribdi degan. Bundan xulosa chiqargan Sharof Rashidov shu vaqtida vazirlarni hammasini yig'ib olib, Omonsarev komandirovkanga qo'l qo'ysa, Toshkentga kelasan, bo'lmasam shu yoqqa bola chaqang bilan borib yashaysan deganda, Gagarin rayoni tashkil bo'lgan yillari shunchalik ishlar bo'lib ketganki, vazirlarning hammasi kelib rahmatlar Omonsareevdan so'ragan. Men bu odamni Gagaringa 86-yil agronom boshlaganimda Gagarinni xalqi gapirib bergan menga. Shu voqeani. Men bekardan bekarga gapirayotganim yo'q. Bu o'tirgan parlamentdagi deputat bilan senatorlar va vazirlarga taalluqli gap. Bu nima degan gap? Sharmanda. Hozir yana bitta narsani aytaman. Bu xalqning ichida bo'ldi. Mana yaqin kunlarda bo'ldi. Bir kuni chiqdim. Denovga ketaman, borib kelaman deb. Damaskka o'tirdim. Bir Damas kelib to'xtadi, bir bo'z yigit, baquvvat yigit ekan. Tog'a dedi, oldiga o'tiring siz dedi.
Men orqaga o'tiraman dedi. Oldingi joyni bo'shatib orqaga o'tir, rahmat dedim. Keta ana qilatsam, u bola harbiyda ishlab pensiyaga chiqqan ekan. Xizmat qilib. Gapdan gap chiqdi. Men aytdim, pensiya qancha pensiya olasan dedim. Yosh yigit, harbiyda ishlagan, xizmat qilgan, kontrakt bo'yicha. To'g'ri, vatan oldida burchini bajargan, ota-onasining oldida ham burchini bajargan. Ammo lekin unga savol berdim. Qancha pensiya olasiz desam, 5,5 dan kam pensiya olaman dedi. Otangiz qancha oladi dedim. Otam dedi 1 million qancha pensiya oladi dedi. Enangiz-chi dedim. Enam dedi ikkalasinikini qo'shsa 2 millionga bormaydi. Ana endi dedim, xafa bo'lma uka dedim. Haqiqatni gapiraman dedim. Bizning dedim Surxondaryoning xalqi joydari tilda dallig'uli gapiradi. To'g'rimi dedim? To'g'ri dedi. Hayotimizda shundaymi dedim? Shunday dedi. Endi xafa bo'lma dedim. Xo'sh, aytqani dedim. Otang tug'dirgan bo'lsa, onang tuqqan bo'lsa 9 oy ko'tarib. Keyin dedim, ota-onang dedim 18 yoshgacha dedim seni taytaylab dedim ko'tardi dedim. Xizmat qildi dedim. Uning pensiyasi, ikkalasini pensiyasi 2 million bo'lmasa dedim. 2 million ham chiqmayapti dedim, hisoblasang dedim. Seniki dedim 5 millionning ostida ekan dedim. Shu adolatdanmi dedim. Bo'z yigit ekan. Tarbiyani zo'r olgan yigit ekan. Palagi tozada adolatsizlik dedi. Bo'yini oldi shu bola. Men isbotlab berdim gap bilan. Xo'sh, hurmatli vatandoshlar. Ota-ona bolani tarbiyalaydi, katta qiladi, yetirtiradi. Ota-ona uchun, vatan uchun, kindiq qoningda to'kilgan yurtni himoya qilib tarbiyalagan ota-onasi 2 million pensiyaga yetmasa-yu, uning bolasi pensiyaga chiqib 4 yilmi 5 yil kontrakt bilan xizmat qilib 6 millionlab 5 millionlab pensiyasi. Shu adolatdanmi, hurmatli vatandoshlar? Gapirmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Bizning davlatimizga, hurmatli vatandoshlar, bizning davlatimizga muxolifat albatta kerak ekan. Akmal Norqobilov bekardan bekarga aytganim yo'q. 26-yil muxolifat yedildi. Men ana qildim. Men mana shu narsani ko'tarib chiqdim. Qaradim, noyabr, dekabr oyida murojaat qildim. Na birorta joydan xabar kelmadi. Birortasidan kelmadi. Endi hurmatli vatandoshlar, muxolifat deganda va har qanday bu terroristik guruh emas, bu muxolifatchilar vatanni himoya qiladigan odamlar. Vatanni kelajakni o'ylaydigan odamlar. Xalqning farovonligi, yurtning tinchligi o'ylaydigan odamlar. Bu nima degan gap? 4 ta viloyat hokimi chiqyapti-da, 3 ta gapdan keyin meni e'tibor qilib tortgan joyi, jihati hurmatli prezident deb o'tiribdi. Prezidentni aldab o'tiribdi. Xo'sh, aytmading-ku bittan ham chiqib, hurmatli prezident, pensionerlarimizni pensiyasi viloyatimizda shuncha pensioner bor. Shundan shuncha pensiya oladi. 800 mingdan pensiya oladi shunchasi. 1 milliondan shunchasi pensiya oladi. 2 milliondan shunchasi pensiya oladi deb nimaga gapirmading prezidentga? Senga o'xshagan hokimlardi. Odamda tili qichib ketadi. Bitta endi hokimlikda endi senlar ko'ryapsanmi? Meni bog'alarim ham, otalarim ham, tog'alarim ham kerak bo'lsa xalqda ichida yurib rahbar bo'lishgan. Birortasi uy ham qurmagan. Ular Abdikachining bolasi emas edi. Dehqonning farzandlari edi. O'zbekiston xalqining, Xudo asrasin, bu Abdikachining bolasidan prokuror chiqib hozir kunda hokim bo'lib o'tirganlardan. O'rgeldim senga o'xshagan hokim prokurorlardan. Sharmanda. Nimaga aytmading prezidentga? Hurmatli Shavkat Miromonovich,
Pensionerlarimiz, shuncha pensionerlarimiz bor viloyatlarimizda. Bular mana shunday ahvolda, buni bir ko'rib chiqing. Deb nimaga tiling osilib qolmaydi-ku shu gapni gapirsang? Yo otib tashlaydimi Mirziyoyev? Otsa ham gapirmaysanmi? Lekin Mirziyoyev o'shni qilmaydi. Senlar yolg'on gapirib o'tiribsan. Prezidentni aldab o'tiribsanlar. Qiladigan ishing yo'q. Hurmatli prezident deb o'tiribsan. Nimaga gapirmading? Bu hokimlarga, ana 4 ta hokimga gapiryapman. Farg'ona viloyati, Surxondaryo viloyati, Jizzax viloyati, Andijon viloyati hokimi. Nimaga bittalaring chiqib gapirmadilar? Pensionerlarimiz mana shunday pensiya olyapti. 40 yil traktorchilik qilgan odam 1.200.000 pensiya bilan chiqib o'tiribdi. Bu nima degan gap? Sharmanda-ku bu. Ana shu traktorchining qilgan xizmati O'zbekistonning dihqi generallaridan, prokurorlik generallaridan, ichki ishlarning generallaridan 1000 karra ziyod ish qilib qo'ygan. Mana haqiqatni gapiraman. Men haqiqatni gapiryapman. 1000 karra ziyod ish qilib qo'ygan shular. Shu forma kiygan prokurorlardan 1000 karra ziyod ish qilib qo'yganlar shular. Chunki deganda yerda haydagan yerlardan odamlar manfaat ko'rgan, davlat manfaat ko'rgan, xalq manfaat ko'rgan. Bir o'qituvchi aytayapti. Boshlang'ichga dedi dars berdim deydi. Boshlang'ich ta'limga dars berdim deydi. 1.270.000 so'm pensiya olaman deydi. U bir umr pensiya chiqquncha shu ishni qilgan, shu ishlagan shu ishda. Ayniqsa boshlang'ich ta'limga dars bergan o'qituvchining pensiyasini bu sharmanda bu. Bu nima degan gap? Hurmatli vatandoshlar, bularni ham gapirmasak bo'lmaydi. Ammaliga kelgan tahlil qilib hamma tarafni o'ylab qarasak, haqiqatan ham bizni yurtimizga muxolifatchilar kerak, muxolifat kayfiyatidagi odamlar bo'lish kerak. Muxolifatchiman degani qo'ri yoltaqi odamlar emas, jolab jultab yuradigan emas, haqiqatan ham ishlaydigan, mard, sofdil, vijdonli odamlar muxolifatchi bo'lish kerak. Oramizda bor, juda ko'p. Faqat ularga kun bermayapti. Prezident aldaydi. Matbuotda chiqib aldaydi. Pensiyani ko'tarsa ko'tarmaydi. Gapirmasak bo'lmaydi. Bizda ham haqqimiz bor talab qilishga. Nima bitta endi shu prokuror bilan dihqani generaliga kunimiz qolganmi? Ha? Ya ota-onamiz shunday tarbiyalaganmi? Kuning shu generallarga, ofitserlarga qoladi, ular ot kallasida pensiya oladi deb. Kechirasiz, hurmatli vatandoshlar. Hurmatli vatandoshlar, bizda ham haqqimiz bor. Alloh berib qo'ygan ne'matdan oqilona, sofdil, vijdonli foydalanishga bizda ham haqqimiz bor. Hurmatli vatandoshlar, mana izoh yozyapsizlar, juda chiroyli, ma'noli qilib yozyapsizlar. Mana shu izoh yozayotganlarda ichida bitta yarimta menga shu tarbiyalagan ota-onangizga rahmat desa, mening dunyom shu. Menga bergan tarbiyasi shu. Siz ana shunday izoh yozayotganlarga men ham o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bu ertangi kunda O'zbekistonda muxolifat kayfiyatidagi odamlar ko'payishiga, yurtimizning farovon bo'lishiga, hammaga teng huquqli bir davlatda yashayotganligimizni asosiy belgisi deb bilaman. Hurmatli vatandoshlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.